Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sovuqda qolib ketdim, mashinam yo'q, joyda turibman. Sistemda bir so'm pul yo'q. Sentrgacha tashab qo'ya olmaysizmi? Bo'ldi gap yo'q, faqat 3 ta savol beraman, to'g'ri javob bersangiz olib ketaman. Birinchi savol. Eng birinchi soatni o'ylab topgan odam soat necha bo'lganini qayerdan bilgan? Qayerda bilaman men? Ikkinchi savol. Qo'limizni yuvganimizda qo'llarimiz toza bo'ladi-ya. Lekin nima uchun soch chiqartganimizda sochiqlarimiz kir bo'lib qoladi? Antiqa savollar berasiz-a? Uchinchi savol. Plastik kartamning kodini faqat o'zim bilaman-a. Nima uchun bankomatga solganimda bankomat to'g'ri tersam to'g'ri terdingiz, noto'g'ri tersam noto'g'ri terdingiz deydi. U qayerdan biladi? Undan ko'ra olib ketmayman deb qo'ya qolin. Maqsad olib ketmaslikmi? Yo'q, endi kelishdik. Aka, savollarimga javob bersangiz olib ketaman dedim. Oddiy savollar-ku, nimasi qiyin aka? Oldu. Pulini beraman. Ketdik.